Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Assalamu alaikum. Hürmetlik ehli iman, mü'mine qarindoshlarım. Bugün men sizlar bilan Sha'ban ayi haqida, Sha'ban ayining fazilati haqida imonlashmoqchiman. Bilinglarki, so'zlarning eng rostchil bo'lgani Alloh taolaning kitobidir. Eng mustahkam tutqa taqvolik kelimasidir. Va eng yaxshi millat İbrahim alayhissalomning millatidir. Eng go'zal qissa Alloh taolaning kitobidir. Eng to'g'ri, eng afzal hidoyat, eng to'g'ri yo'l bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'lidir. Ishlarning eng yomoni bo'lsa, yangidan paydo bo'lgan, dinda yo'q bo'lgan bid'at ishlardir. Va dinda asosi bo'lmagan barliq bid'at ishlar azg'unlikdir va barliq azg'unlik bo'lsa do'zaxdir. Yana bilinglarki, Alloh taolaga itoat qilish eng yaxshi kasb, eng yaxshi g'animatdir. Alloh taolaning roziligini qo'lga keltirish bo'lsa, eng yaxshi foyda va biz hammamiz orzu qiladigan, yetmoqchi bo'lgan nishonimizdir. Jannat biz yomon ko'radigan yomon narsalar bilan o'ralgan. Do'zax bo'lsa shahvatlar bilan o'ralgan. Astag'izu billah. Kullu nafsin za'iqatul maut va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari va udkhilal jannata faqad faz. Her bir can egisi ölümning ta'min etiguchidir. Qiyomat kuni sizlar ajringlarni to'liq olasizlar. Kimki do'zaxdan ijroq qilinsa, jannatga kirgizsa, u haqiqatan muvaffaqiyatga erishgan bo'ldi. Mü'mina qarindoshlarim. Allah subhanahu wa ta'alaning ne'matlari va fazlining qatoridan Allah subhanahu wa ta'ala biz bandalarga Allah ta'alaga ibodat qilib, itoat qilib, ko'plab, hassilab ajr mukofotga, savobga erishib oladigan vaqtlarni belgilab berdi. Va biz bandalarni bunday fursatlarni ching tutishga, yaxshilikqa aldirashga, Alloh taologa ibodat qilishga aldirashga, Alloh taologa ko'plab amal ibodat qilishga, itoat qilishga qiziqtirdi. Shuning uchun mü'mina qarindoshlarim, yaxshilikqa aldirayli va Rabbimizningki mag'firatiga va kengirligi osmon, zaminda keladigan jannatiga aldirayli. Biz Alloh taologa ibodat qilish orqali hassilab ajr mukofot erishadigan vaqtlarning biri Sha'ban oyidir. Sha'ban oyi Alloh taologa ibodat qiladigan muborak bir oy. Shuning uchun qarindoshlar, biz Sha'ban oyida Alloh taologa yaqinlashtiradigan amal ibodatlarni ko'plab qilayli va turmushning jafo mushaqqatlarini sal azaytib, ko'plab amal ibodat qilayli va gunohlarimizdan Alloh taologa istig'for aytib, Alloh taologa tavba qilayli. Sha'ban oyidan iborat bu yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ymayli, aksicha ching tutayli. Sha'ban oyi Ramazon oyining tayyorlik oyidir. Sha'ban oyi ro'za tutadigan, kechalari qiyomda turadigan muborak oydir. Sha'ban oyi Ramazon oyining muqaddimasidir. Xuddi sunan ravotib namozlar, farz namozlarningki nuqsonlarini to'liqlab, texnik mukammallashtirganga o'xshash, Sha'ban oyi Ramazon oyiningki muqaddimasi. Sha'ban oyida tutilgan ro'za va kechalari qiyomda turish qatorliq amal ibodatlar Ramazon ro'zasini texnik mukammallashtirdi, to'liqlaydi. Sha'ban oyi tayyorlik qiladigan, nafslarimizni tarbiyalaydigan, badanlarimizni chiniqtiradigan va qalblarimizni isloh qiladigan oy. Sha'ban oyida tirishchanlik qilish, Ramazon oyida tirishchanlik qila olishimizga yordam beradi. Sha'ban oyida amallarimiz Alloh taologa ko'tariladi. Shuning uchun amallarimiz Alloh taologa ko'tarilib ketishdan burun biz Alloh taologa itoat qilishga hirisman bo'lishimiz kerak. Shuning uchun Sha'ban oyida Alloh taologa ko'plab taat ibodat qilishimiz va ko'plab ro'za tutishimiz kerak. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda undaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oylardan hech qanday bir oyda xuddi Sha'ban oyida ro'za tutganda ko'plab ro'za tutmagan. Usama radhiyallohu anhu shundaq deydi: "Men dedim, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shundaq debdim. Men sizlarni Sha'bandan boshqa oyda, Sha'ban oyida ro'za tutganda bunday ko'p ro'za tutganliklarini ko'rmadim." Desam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq dedi: Zaka shahrun yaghfulun nasu anhu bayna Rajabin va Ramazon. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shundaq dediki, bu shahar, ya'ni bu oy Sha'ban oyi nurg'un kishilar undan g'aflat qiladigan oydir. Rajab bilan Ramazonning orasida, ya'ni Sha'ban oyi. Bu oyda amallar olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh taologa ko'tariladi.
Mən rozdar halatimdə əməllərimnin Allah Taalaga kötürülüşünü yaxşı görürəm. Bu hədisni İmam Ahmad, Nasai rivayet qilgan və Albani Hasan hadis degan. Yana Sahih Muslimda Ayşə radhiyallohu anhadan rivayet qilingan sahih hadisdə Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallamның Şaban ayida alayda ko'p roza tutganligi rivayet qilingan. Bayatınqı hadisdə Peyğəmbərimiz sallallohu alayhi və sallam nurg'un kishilarning Şaban ayidan g'aflat ekanligini bizga eslatdi. Ammo g'aflat banda bilan Alloh taolaning o'tirisiga munosabatni uzidi. G'aflat qilaversa inson o'zining gunohini his qilmaydigan va gunohdan qo'l uzmaydigan bo'lib qoldi. Gunohdan tavba qilmaydigan bo'lib qoladi. Ko'simi ibrat olmaydigan, vaz nasihat anglasimi ta'sir qilmaydigan, bir qulqidan kirib, yana bir qulqidan chiqib ketadigan, aslitilsa aslimaydigan shunday bo'lib qoladi. Shuning uchun mu'mina qarindoshlarim, Şaban ayidan g'aflat qog'ishlardan bo'lib qolmaslik uchun Şaban ayida ko'plab amal ibodat qilaylik, ko'plab roza tutaylik. Oldi bilan o'zimga, yana sizlarga deydiganim Ramazon oyi uchun tayyorlik qilaylik. Chunki Ramazon oyi Alloh itoat qiladigan, ko'plab ibodat qiladigan muborak oy. O'zimga va sizlarga deymanki, qarindoshlar, Ramazon oyiga yaxshi tayyorlik qilaylik. Chunki Ramazon oyi Alloh taolaga itoat qilgan, ibodat qilgan bir oy. Ramazon oyiga tayyorlik qilish, kutib olish bo'lsa, vaqtimizni o'rinlashtirish bilan, nafsimizni tayyorlash bilan, qalbimizni isloh qilish bilan va ixlos bilan va shu Ramazon oyininki haqqini ado qilish, Ramazon oyining hurmatini saqlashga keskin bir iroda kelish bilan, shunga niyat bog'lash bilan bo'ladi. Va Ramazon oyiga ulushish, Ramazon oyini yaxshi o'tkazish, Alloh taolo bizdan rozi bo'lg'idek darajada o'tkazish uchun Alloh taologa ko'plab duo qilish bilan bo'ladi. Ya'ni ey Alloh bizni Ramazonga yetkazla. Ramazon oyini eng yaxshi o'tkazgil nasib qilsa deb shunday ko'plab duo qilish bilan bo'ldi. Amal ibodatlarni eng yaxshi qilishga tayyorlik ko'rish degan gunohlarimizdan tavba qilish va Alloh taologa qaytish, istig'for aytish bilan bo'ldi. Shubhilardan, shahvatlardan yiroq turish bilan bo'ladi. Gunohlarimiz, xatoliklarimizni istig'for aytib, tavba qilish bilan bo'ldi. Ramazon oyini kutib olishga tayyorlik qilish, nafsimizni ham jismimizni o'xshashla cheniqtirish, mashq qildirish bilan bo'ladi. Shunga Şaban oyida ko'plab roza tutib va kechalari qiyomda turib mashq qilsak, nafsimiz ham badanimizni cheniqtirsak, Ramazon oyida bizga taskanmaydi. Shundaqla Ramazon oyiga bak oz qolgan bo'lganligi uchun oldingi yili farz rozasini ma'lum sabablardan tutolmay qolgan qazo rozasi bor qarindoshlarningki Ramazon oyi kelib ketishdan burun bu qazo rozalarini tutib olishga oldirishini tavsiya qilaman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ilgirki hadisda aytgandek, Şaban oyida amallarimiz Alloh taolaga ko'tarilgan oy bo'lganligi uchun, amallarimizning Alloh taolaga ko'tarilishi uchun, Allohning huzurida qabul bo'lishi uchun qalbimiz mümin qarindoshlarimiz qarta hasaddan, o'chmanlik, adovatdan pokizlanish kerak. Qarindoshlarni kechirib o'tishimiz, afv qilib o'tishimiz kerak. Qarindoshlarni afv qilib o'tganda Allohmi bizning gunohlarimizni afv qilib o'tadi va amallarimizni qabul qiladi. Mümina qarindoshlarimiz bilan aramizda adovat bor va biz u adovatlarni ko'nglimizdan chiqarib o'tmagan, sil rahimni ulab qo'ygan bundaq ahvolda Allohga amallarimiz ko'tarilmaydi. Ya'ni Allohning huzurida qabul bo'lmaydi. Shuning uchun o'zimni va qarindoshlarni bu oyda ko'plab nafl namoz o'qish va nafl ro'zalarni ko'plab tutishdan boshqa yana qarindoshlar ara sil rahimni ulashqa va adovat bo'lsa ko'nglimizni chiqarib etib qarindoshlarni afv qilib etishga chaqiraman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki rahim qilmaydi ekan, rahim shafqat qilmaydi ekan, u rahimga erishamaydi, rahim qilinmaydi degan. Shuning uchun mu'minlar dini qarindosh urug' tuqqanlar ara sil rahimni ulashdan boshqa yana mu'minlarmi sil rahimni ulab, aramizda adovat bo'lsa yuyib, amallarimiz Alloh qabul bo'lishi uchun mushu ishni qilishni qarindoshlarga tavsiya qilaman. Oxirda ulug' Rabbimiz Alloh bizga Şaban oyida barakat ato qilsizlar, amallarimizni qabul qilsizlar va Ramazonga bizni ulashtirsizlar, barliq g'am besib olgan qarindoshlarning g'amlarini o'zlari ko'tarib olsizlar va qarzlar bo'lsa o'zlari ado qilib bersinlar, qalblarimizni ittifoqlashtirib bersinlar
va aramizni isloh qilib bersizlar, qalblarimizni isloh qilib bersizlar, gunohlarimizni mag'firat qilsizlar, ota-onalarimizning gunohlarini mag'firat qilsizlar, farzandlarimizni hidoyat qilsizlar, farzandlarimizni dinda imom, dinda peshvo qilsizlar, ulug' Rabbimiz Alloh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.